Voy. Assalomu alaykum adash. Va alaykum assalom adash. Bak, qara. Soğuqda can chiqyapsan sen bu mineralni suvni ko'tarib peshonaga yiqib tugilib, nima qilib yursan bu yerda? Bosh degan yelikda deb qoldi ajrim adash. Tishlab ekan-da. Deshcha tishlabdi. Nayt, yaxshi ushlab qoldim. Men hozir mashrabga mangan. Yur. Men seni mashrabga boshlab qo'ray. Ay, bosh og'ritmoqchidan. Jimtira adash, mashrab degan adishingni yat tunimisanmi? Ey, o mashrab degan mening adishimning ismi emas. Mashrab degan nayt katta so'rin u. Voy. Akşam ölgidek içip gelmez. Yani bu gel içsem doğa. Estağfurullah. Sen muşkiller şu içip mi jüremsen? Hey. Kızık yapmadı kendisi. Bakağı içmeymez. Akşam dehşet otururken gep. Renglik. Öyle mi sen? Renglik? Ha? Bu neyim degin ağamda? Estağfurullah. Hey! Bu, sen kitap okutla ölüp gitemsin değil mi? Badam tumak kalva kapak. Bu renglik deginimiz. Ha. Kızlarla otağın diyen gep bu. Öyle mi sen? Manda dememse. Ayallarınla çakırıp, ayal billah oturupsizlar da. Hey! Ayallı otağa sorunuma renglikten de var daş. Ömüz kimlerle otadınlar? 20 yaş etrafındaki Kızılgül'ün gonsida kızlar o. Ya akşam ermaş dans oynayıp gelimiz jul kılıçket de var daş. Neymi kızlar ki o? Nemi kızlar? Ha. Vay şöyle ki bizimki ağinimiz öyle ki Savut saman kosak var o. Tamam. Şunun gibi kızların azraq bir işlerini acıtı çıp kaptıken. Ha. Muşunu bana kılıp oturuverdik deyme. Ey ahmak. Satarak olsun birisi artık da. Eğer sen boğan bolsan tunuş oldun deyme. Vay nomussuzlar. Aş saddı kızlarının hacetmelliginden paylanıpsizlar da. Ne dedi? Sadda? Ha? Kim sattı ki? Sadda dep ketkinni. Kucağının zibipken şerbetini kuyup aysak yaratmaydı. Loğlangan hun yana su işkide gübbel dep işvetman da adaş. Tıkı serik yumurlan dep aysak jozuk bir şunamın asla koyulub kulşun dep aysak tıkı. Hey. Aşı sınlınlarda kızlarga serik yumur sözlep berdinlimi? Adaş, onda qilmayli. Senin, mening, muş otağan barlıq mehmonlarimizning qiz bola vaqti var emasmi? Ya o gepingo to'g'ri. O yana ishirg'an gapini qilsa unda olsa. Kim sana ishdiganning gapini qildi? O mashrab degan bir katta so'rin bor deysa, shu so'rin degan deb ishlaymiz aqcha. Mashrab so'rinida aroqning gapini qilsang beshingga samsiya qildi. Nima deydi? Mening beshim be samsiya qilgan ammachangning to'nirimi tavadash. Mashrabda sana o'xshash hayosizlarni, besh qizib ketgan to'nun boshlarni tarbiyalaydigan adab axloq maktabi bu. Shundaqli xalqimizning haqiqiy san'at maktabi. San'at maktabiga borib ekanmiz-da. Yana o'zining gapini qilyaptini. Adash. Bu mashrabni xalqimizning haqiqiy san'at maktabi deyishimdagi sabab, u so'rinda mush millatimizning eng esil naqshi musikalari, larzon sho'x usullari, latif chaqchaqlari haqsiz o'rindilib, mush mashrab ahliga katta huzur bag'ishlaydi, adash. Onda olsa bugungi so'rda toz yashaykanmiz-da. Toza Michael Jacksonning dini yo'g'o qo'yib deb, babkaning muqaddisida ashu bizni to'lg'ab turib, ashu oy. Hey. Bo'ldi qilar adash. O'zimizning ne artistlarimiz tursa, ne naqshchilarimiz tursa, uning navbat degan deydi. Bu so'rinda qizlar borda? Albatta bor qizlar. Qizlar bo'lgandikimda tans o'ynaymiz, go'zal qizlarni quchoqlab. Mashrabda borgo, sanam tatimiz. Nima? O sanamni bilmasam men bu. Chet-ellikning tangsisini bilsa, o'zingning sanamini bilmamsa, bilmasang o'gitimiz. Ey. Bu sanamdiginingda bir deb ayollarning bilishda bir tarsoningni bilam-da. Mashrab so'rinida ayollarga po'xirlik qilsang, 2 xotin ep berish jazosi berib, tanavingni 40 kez tatadi.
xotni pirish? Ajab bir meni ko'nglim kerak jazoki ne bu? Bana gap. Ey, chaqchaq qilmagan ha. Bunda yaxshi bo'lsa, hammadan o'zini jazolab olmamda. Sen meşrepte ikki xotin hep baksan bu cezanın qanchalik ig'ir ekanligini ham bilasan. O gapingga rost adash. Bir xotinning o'zini chiqarmoqchi emas. Ikki xotin olib qo'ysak jidal qolamizmi? Manga gaping joyida bo'ldi. Bu ikki xotinlik bo'lish degan gap, xuddi bir odam ikki odam bilan mushtlashgandek bir ish degina. To'g'ri. Ey, ya bu so'rlarda ilqinda bir tetiqsizlikqa o'shkirak ma'raydigan mazkulliklar chaqchaqligi yo'q-da. Qanday deysa? Voy, aqcham qiliq bizning so'rinimiz deyman. Iliq barikana aydigan adash, meni xotin men bilan qoldigina, birdan qo'pab, "Ey, tamakalaman" deb ayoliga iltimos sundigan ahmoq. Deydi. Birdan qo'pab, "Ey, ayoli tasdiqsan bo'lsa, bolasini o'qish pulini xiyonat qildigan ahmoq." Deydi. Arvoyim, "Voy, nima deysan, adash?" desam, "Kim bir qo'pab potilklar beshik birni qo'yganda, onaniki zuvoni o'shda, aniki." Meşrep sorunda adaş. O arak sorundakidek tetiksiz çakçaklar, bir-birinin zıtık tegadigan onda qiliqlar emas, balki mazmunluq, sağlam bo'lgan kulk çakçaklar bo'ladi. Agar uning xiloflik qilsang, meşrep qoidasi bo'yicha qattiq jazolansa. Rasmiy yaxshi jazo ekan juma adash bu. Meşrep yana cho'nglarga hurmat qilishni, kichiklarga izzat qilishni, adab axloqni o'rgatadi. To'g'ri deding. Demisizmi ba'zi bir yo'ldoshlar hozir ya cho'ng kichish demagan. Ha? Ustoz shogird demay o'rin talishib o'tirib olgan deb xuddi bir ag'izli o'tagandek. Xuddi akşam sizlar o'tagandek shunaqmi? Ha? Bo'ldilar adash. Adam xizlik qilavermagina sen yuzim sanmay. Adash, qapamay bir depra. Mush masharablarda yana nimalar kutdi-da? Bu meşrep ittifoqlik so'rdi. Chunki meşrep ahli o'zaro bir-birimiz bilan ko'ynimiz qas qilishmaymiz. O'zaro yaxshi so'zlashimiz, g'aybat qilishmaymiz. O'zaro qo'llashimiz, o'ri qo'llashmaymiz. Agar unda qilmaydi ekan, meşrep qoidasi bo'yicha qattiq jazoga uchraydi. Endi mijozni o'zgartmasak bo'lmabdi adash. Bo'lmasa, mendek odam aytganda kashki jazolab o'tirmizligina. To'g'ri. Shunga meşrep yaxshilikni mukofotlaydigan, yomonlikni qamchilaydigan, bo'mg'ir illatlarni tanqid qiladigan, naqshi musiqa yangraydigan, xalqimiz anglab qolmaydigan ajoyib katta yig'ilish adash. Esat, o'tib ketgan umrim. Buni mushundaq yosh so'rlarimiz tursa deyman. Baka üstüdek arak busları kaplap ketken küçük dükkanlarda kırlık istakanға kırlap içip ap biz. Xuddi bezgi o'g'irlik bilan qaraga o'g'irmish işte qarab o'zimizni oltindek davrda g'azada o'tkazib yuribdik emasmi? Mushundaq yaxshi so'zlarimiz to'sa, men endi to'y o'qimsam bo'lmag'idek. Men bu baka ozg'andek deyman, o'ylaqa arakni maqtab bu arakda maqtag'icha o'zimizning shu mashhurligini maqsad bo'lmamdi deyman men. Aka qonuni. Hep beli. Mana endi adilga o'xshash gap qilding adash. Ras. Akşam sizlar birga o'tirgan helik og'iylarini boshlab olaylik. Ya, ularni apamaylar. Ularni apasak jazolni kutdi. Adash, men ko'ngillar varg'u, mashrab ko'rmagan er emas. Buzilgan bola mashrab tuzilur deb nihoyat to'g'ri aytgan. Ularni mashrab tuzaydi. Mushu yaxshi gap bo'ldi juma. Ha? Mushu bir fursat bo'lib qoldi. Unda bo'lsa, shu og'iylarni boshlab olamda. Boshlaylik. Ha? Ayolingni chaqirib olmamsa? Ayolimni avalamda? Amis sanamni haqni xotni bilan tatamta. Maq. Ranglik so'ram tugabdi.